Bir obunachimiz bizdan smartfon zakaz berishdan avval aytyaptilar. Men telefon olgandim, aldanib qoldim. Telefon zakaz olib qolib, telefonlarni o'chirib olishdi. Bu holatda ayb mijozning o'zida. Mijoz zakaz berayotgan joyini oldin ko'rish kerak. Profilini ko'rish kerak. Instagram profilini, Telegram va YouTube profilini. Mana bizni ko'ringlar. 200 mingta YouTube'da, 500 mingta Instagramda, 100 mingga yaqin Telegramda shuncha obunachiga egamiz va har kuni shuncha tovarni reklama qilyapmiz. Keyin biz birov tovarini reklama qilmaymiz. Biz o'zimizda bor tovarni naqd pulga sotib olamiz va arzon olamiz, arzon sotamiz. Inshaalloh siz eng ishonchli joydan olyapsiz. Hozirgi paytda to'g'ri ishonchli joydan smartfon olish eng qiyin ishlardan biri bo'lib qoldi. Ko'p joydan telefon olasizlar, ertaga muammo chiqqan paytda javob qilishda gap. Biz esa 100% javob qilamiz. Biz Xudo xolasa eng ishonchli magazin biz deb ayta olamiz, chunki shuncha yildan beri har bir mijozni rozi qildik. Endi navbat sizga. Assalomu alaykum. Bugungi chegirmalar sizlar uchun, hurmatli obunachilar. Galaxy S23 ideal sostoyaniyada $340 green rangda. S22 Plus ideal sostoyaniyada $280 A- holatda. Note 14 Pro Plus 5G bu Redmi'de en so'nggi avlod smartfoni. 120 voltli adapter pitaniyalari, ekrandagi broni plyonkalari. Xullas smartfon bir marta ham sim karta qo'yilmagan, рабочий emas, prosta korobkasiz keldi. $485 sotiladi. 512 talisi ayni damda $370 evaziga yangisini рабочий narxdan arzon narxga taklif etaman. Honor X9B nega zo'r sotilyapti? Chunki bardoshli ekran, kuchli protsessor, noyob dizayn, qulay kompaktniy model va arzon narxda $195 ga. Va bizda Honor X9C zamonasining eng zo'r Honor bo'lib turgan yangi zapechatnisini so'rab ko'ringlar. Qayerdan sizlar $329 ga olasizlar 12256 lisini. Faqat House Mobile'da. Bunaqa narxda bazada ham yo'q. Biz esa sizlarga bazadagi narxdan $12 arzoniga taklif etyapman. Bunga telefon furushlar foyda qo'yib sotish kerak. Xolasalaring mana korobkadan ochib qo'yilgan. Nefretiviy Goluboy degan rangi 12256 lik, narxi esa $284 ga. Deyarli yangi. Zaryadnilari ham shundoq turibdi. Kuni kecha S9 zarur bo'lib $145 ga ham topa olmadim Apple'ni. Bugun esa bir dona keldi $122 ga. O'ylab ko'ring, shunaqangi qayrilgan, kompaktniy, yorqin, tezkor smartfon, legenda smartfon A32 5G dan arzon narxga $122 ga. Bu sezilarli arzon narx. A+ holatda O'zbekistonda ozgina ishladi. 235 ga olingan telefonni 210 ga beramiz. Smartfon absolyutna yangi. A34 ni ko'p sotganmiz va yilda trend yili bo'lgan o'tgan yili 34 va bu smartfonda titanium rang o'ta kamyob bo'lib, do'konda ham sotgan bo'lsak, bitta ikkita sotganmiz. O'zi O'zbekistonga kam kelgan rang bu titanium rangi, yoniga salafanlar olinmagan. Keyin bu kuchliroq varianti 8 ga 128 talik A34 ni siz azizlar uchun eng arzon narxda $162 ga taklif etaman. Bizda Samsung Galaxy S24 Ultra ni Violet Titanium, Black Titanium va Natural Titanium $685 da. A+ segmentda haqiqiy tezkorlikni, haqiqiy premium professionalni, eng professional smartfonni Snapdragon 8 Gen 3 tezlikda tengsiz protsessorga ega bo'lgan tengsiz smartfonlarni eng arzon narxda taklif etaman. Biz bugun sizlarga iPhone 13 Pro ni Amerikadan kelgan variant 12890 dan baland $463 dan 25698 $485 ga ikkita sim kartali ideal holatda 13 Pro'larimizni va 12894 $559 evaziga 12887 $462 evaziga 100% radno ishonchli 512 90% 363 dollar evaziga 12883 100% radno $228 evaziga va 12896 $329 evaziga shunaqangi 12 Pro, 13 Pro, hattoki 11 Pro Max 256 95% $305 ga ayta olasizmi? $305 ga 256 95% ni siz topa olasizmi birorta magazindan? Men shaxsan topa olmayman. Albatta, biz shunaqangi topilish qiyin bo'lgan telefonlar sizlarga ko'rsatar ekanmiz. Bu bilan biz rohatlanamiz. Sizlarga arzon smartfon sotib biz baraka topamiz. Bizning maqsadimiz ham shu. iPhone 15 Pro juda arzon narxga 128 talik narxida 256 talisini $709 ga berishga tayyorman. Zamonamizning eng kuchli smartfoni, kompaktniy smartfonlarning qiroli hisoblangan haqiqiy flagmanni S25 ni 512 talik varianti bu S25 Ultra bilan puli bir xil bo'lishi kerak. Ayni damda eng chegirma narxda $669 evaziga. Bizda S25 Ultra deyarli korobkadan ochib qo'yilgan qora rangda A+ segmenti mavjud. O'ta seryozni uslubga ega bo'lgan bu S25 Ultrani
qulay imkoniyat bilan $939 evaziga xarid qilishingiz mumkin. Eng qizig'i iPhone 6 Pro Max desert rangda zaryadkalari ochilmagan, 3 marotaba zaryadlangan. Ayrim holatlarda yangi zapechatini ochgan paytingizda ham 2 yoki 3 marta sikli bo'ladi. Lekin bu ishlamagan telefon deyarli. $1280 telefon 1150 ga berib yuboriladi. 3 marta zaryadlangan narsa bu rabochiy hisoblanmaydi. iPhone 11 64.95 foizli $249 ga islomiy rangda, 128.85 foizli $287 ga iPhone 12, iPhone XS $138 ga, ekranda sal soyasi bor. iPhone 12 Pro Max 256 90 dan baland, ikkita sim kartali bo'lishi kerak, xudo xolasa. Ideal sostoyaniyada narxi bu gal juda arzon, $399 evaziga 256 lik Zariga o'rnagan. $73 ga budjet segmentiga Redmi 10 modelimiz. Poco X3 $118 evaziga 6 ga 128 talik yangi deb Poco modelimiz bor sotuvda va kun davomida rosa ko'p chegirmalar bor. Eng asosiy chegirmalar birinchi filialda hozir men sizlarga flagman telefonlar 21 Plus modellarini $262 da A pluslarini, $220 gacha A minuslarini taklif etaman. Esigimani qo'lga o'rnash bo'yicha ixcham, go'zal, nafis, hozirgacha trenddan tushmagan esigimani, takrorlanmas uslubga ega bo'lgan esigimani 215 dan qilib beraman. A+ holatda S15G afsonaviy smartfonda, legendarniy smartfonda eng arzon narxda $212 dan qilib beraman. S23 Fan Edition'da 310 dan qilib beraman. Snapdragon kuchi oddiy va ko'rkam dizaynda, yoqimli yashil rangda, eng tezkor smartfonda, eng moshniy smartfonda, eng so'nggi model smartfonda eng arzon narxda taklif etar ekanman. Bu narxlardan foydalanib qolinglar. Eng asosiy chegirmalar birinchi filial tomonidan taqdim etilar ekan, ulgursam video so'ngida joylayman yoki bo'lmasam iltimos Telegram kanaliga o'tinglar, obuna bo'linglar. Kun davomida yuzlab chegirmalar sizlarni kutmoqda. Biz sizga chegirmalar taqdim etishda davom etamiz. Sizni roziligingizni olishda davom etamiz. Biz hamma operatorskiy tizimimiz 24 soat sizlarga xizmatlarini qilganidan mamnun bo'ladi. Bizga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Biz sizni albatta ishonchingizni oqlaymiz. Biz uchun halollik, foydadan